Buni qo'yib olgandan keyin cho'risini bosmaymiz xonimlar. Faqat mush ikki uchinila bundoq besib qo'ysak bo'ldi, cho'risini bosmaymiz. Ondan keyin buni tizib olamiz. Mana men bir ho'kiz qo'ysam, buni qo'yib olgandan keyin mush narsa qilib, cho'risini bosmay turib, faqat buni ikki uchinila chimdib besib qo'ysak bo'ldi xonimlar. Mana xonimlar shuna ushkurtib olgandan keyin buning o'tirsiga xamirni shundoq to'ri xamirni o'tirdi ikki parcha qilib, mana tizib, men shuni qiyim qo'yamiz. Keyin buni cho'risidan yo'gaymiz xonimlar. Buni yo'gab, mana shunday shakl chiqarib olgandan keyin buni qiyimimizning o'tir qismiga qo'yamiz. Mana. Endi biz bu xamirimizning ustini yepib 30 minut tindirib qo'ygandan keyin ustiga tuxumning serig'ini meylab 180 gradusda 30 minut pishirib olsak bo'ldi xonimlar. Hozir men ustini yepib 30 minut tindirish qo'yamiz. Mana xonimlar 30 minut tinib, yana ko'pib bo'pti. Endi men tuxumning serig'ini chab olgandan keyin buni meylaymiz xonimlar. Mana xonimlar, tuxumning serig'ini meylab bo'ldik. Buni duxovkaga kesib pishiramiz. Mana qizlar, buni duxovkaga kesib qo'ydik. 180 gradusda 30 minut pishib olgandan keyin, pishgandan keyin olsak bo'ldi. Mana xonimlar, duxovkaga pishib chiqqanini ko'raylik.